Ey ustaga hormang Farhodjon. Salom alaykum. Charchamayapsizmi ishlardan? Rahmat. Xudo quvvat bersin. Ishlar bitib qoldimi Xudo xolasa? Ozgina ishlarimiz qoldi. Suvlovchi filtrlar qo'ydik. Bypass montajlarimiz bo'ldi. Mabodo filtr ishlamagan paytda dapanesentiyadan kirallar qo'yib yubordik. Ketayotgan pitalarimiz to'xtamasligi uchun. Kontrolni kirallar, har bitta kirallarimiz отдельно ishlaydi. Bittasi buzilib qolsa, общий kranni yopilmaydi deb, har bittasi отдельно qilib bypass qildik. Bu yerda gidrostrelkalarimiz mana o'zimiz yasadik. Qo'ldan kelgancha nasoslar qo'yilgan, hozir endi montaj ishlari davom etyapti, xudo xolasa. Qolgani kotyorga qoldi. Bo'ler sifatida titandan foydalandik, suv. Mijozimiz sразу trassamiz uzunligi hisobiga resirkulyatsioniy nasos, ya'ni yoqani sразу suv tushadigan qilib berish kerak edi. Shuni montajini endi boshlaymiz hozir. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. Ishingizga rivoj.